Domashniy tapchkani yozgilardan ko'rsating deyotgan opaxonlarim, bu videoga diqqat qiling. Bilaman, sizda pijamangizga moslab shunaqa serdechkalilardan bor, qizilidan ham bor. Lekin qizimga bunaqa serdechkali emas, detskiy variantlardan ko'rsating desangiz, mana nejniy qizlovchi Hello Kitty variantlaridan ham bor. Yo, mana qizim malikalarni yaxshi ko'radi desangiz, Malika Sofiya variantlaridan ham bor. Yo bo'lmasam, bilaman, hozir hamma bolalarning dardi fikri labubuda. Men sizga labubuni o'g'il bolacha, qiz bolacha variantlardan xohlaganingizdan yoki mushukchaligidan ham olib kelib qo'yganman. Bunaqa och variantlardan ham olib kelib qo'yganman. Bu ham mayli, Человек-паук yaxshi ko'rmaydigan o'g'il bola bo'lmasa kerak. Buni ochiq varianti ham, yopiq varianti ham xohlaganingizdan bor. Xohlagan pijamangizga, uy kiyimiga moslab, hovlida ham, uy ichida ham, domda ham bemalol kiydirib yursanglar bo'ladi. Razmerini yozib boring, 18 kerakmi yoki 35 kerakmi? Qanaqa rangidan kerak? Qizlarimiz sizga direct orqali javob berishadi. Kommentariyada razmerlarini, rangini so'rab yozib borsangiz, Hirotga ham o'zimiz sizga atigi 55 mingga dostavka qilib beramiz.